Ha, uying katta yo'lda bo'yida bo'lsa, o'rta podez bo'lsa, skvoznoy holatda bo'lsa, undan tashqari yangi planirovka 6 metr verandaga ega bo'lsa, mazzami hurmatli obunachilarim, bitta shunaqangi joy topib qo'ydim. Manzil qatta degan insonlarga manzil Farg'ona shahar Kirgili Gulshan magazini yaqinida joylashgan 5 qavatli domda 4-qavatidagi ushbu fayziy xonadonimiz zudlik bilan sotuvga chiqyapti. Kirish qismi eshigi temirdan, ichki eshiklari taxtadan. Kirganimizda bizni proxod hol qismi kutib turibdi. Uyimiz jihozsiz sotiladi. Bunga ham e'tibor berib qo'yishingizni so'rab qolardim. O'ng qo'l tomonda uyimizni kotalar yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Shu xonaning romlari akfa qilingan ekan. Gaz, suv, svet, issiq suvdan umuman muammosi yo'q. Hudud zo'r, lokatsiyasi zo'r joyda joylashgan. Undan tashqari shundoqqina uyimizni tagida mashinaga parkovkaga joy, bolalar o'yingohlari bor. Undan tashqari maktab, bog'cha, magazin, apteka, poliklinika, bekatlar, ovqatlanish zonalari yaqin. Masjid yaqin, 5 mahal azon ovozi bu hududga ham eshitilib turadi. Sababi shodlik masjid yaqin va bu uylarda sanuzel alohida, hojatxonasi mana ko'rishlaringiz mumkin. Alohida hudud zo'r. Eng asosiysi uyimiz 2 xona 3 xona qilingan va 53 kvadrat metrdan iborat do'stlar. Mana avval bu xona oshxona bo'lgan, hozirgi kunda o'sha 3-xona sifatida ishlatib kelinyapti. Siz xohishingizga qarab bu xonani bolalar xonasi qilib qo'ysangiz bo'ladi. Undan tashqari bu uyimizning eng zo'r qulayliklardan bittasi 6 metr verandaga ega. Mana o'sha 6 metr veranda oshxonamiz shaqa chiqqan katta yo'lda shundoqqina bo'yida joylashgan. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib ketinglar. Yangi planirovkali kvartiralar yaxshimi shunaqangi 6 metr yoki-da eski planirovkali verandalik 2-3 kvartiralarimiz yaxshimi do'stlar? Nima deb o'ylaysizlar? Buni izohlarda yozib ketsalaring juda ham xursand bo'lardim. Video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Uyimizning narxi 24 ming dollar baho so'ralyapti. Albatta, kelishiladigan joy bor, kami bor. Undan tashqari bemalol siz pulini notariusda sanab bersangiz bo'laveradi. Oxirgi xonamiz bu mehmonxona. Pastga mana joy egalari telefon raqamlarini qo'yib qo'yapman. Bemalol bog'lanib, gaplashib, savdolashib ushbu xonadonni bitta qo'ldan xarid qilishlaring mumkin. Sizlar bilan doimgidek Farg'ona shahridan Sergap Azbiy va uning jamoasi bo'ldi. Keyingi yangi videogacha xayr, sog' salomat bo'linglar. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman. Kimga qatdan qanaqa uy kerak bo'lsa bemalol yozib qoldirsalaring, sizlar so'ragan hududlardan foydali xonadonlarda obzorini qo'yishda davom etib boraveramiz.